Aziz yurtdoshlar, Tilla Dodo non markazida o'zgacha mazali non chiqarilyapti. Nosir aka, bu qanaqa non? Bu hozir Tilla Dododa eng mazali bo'lib turgan sutli non. Sutli non. Gram qancha o'qiding? 400 gram. 400 gram. Nozim aka, oldin nonni qo'lda chekadingiz, apparatingiz qiyin bo'libdimi? Yo'q, men qiynalibman. Yo'q, uchun qiynalib qolibdilar. Yo'q, bu qiynalib qiladi. Fazliddin aka, apparat kelganda aka, yo'q, bu qiynalib qoldi deyishdi. Yo'q, kirma qiyinchilik. Böyle 3 turni yo'qadim aka. Hozir 6 turni yo'qman. Ishimni aka. Apparat original apparat ekan. Nuqson aka, mana 23 yildan beri novchilik qilasiz. Original non apparatingiz haqida o'zingiz fikringizni aytib o'ting. Xolis fikr bildiramiz. Hozirgi kunda apparat nonni birinchi o'rinda hamkasblarimizga tavsiya qilamiz. Nonni gabaritini katta qilib, chiroyli chiqibdi. Nonni gabariti kattaroq chiqibdi. Ha, gabarit kattaroq chiqibdi. Birinchi o'rindaga. Mana misol, mana hozir Tilla Dododa eng trend bo'lib turgan nonlarimizdan sutli nonimiz. 400 gram deydi. Ha, 400 gramli. Ham sifati yaxshi. Qo'ldagidan yaxshimi aka? Ancha yaxshi. Apparatdan rozimisiz aka? Roziman. Bergan pulimizga. Ha, rahmat. Xudo xohlasa qolgan nonlarni ham chiqarib apparatda boshqa kanalimizga joylaymiz. Tilla Dodo non markaziga obuna bo'linglar. Oxirgi yangiliklar mana shu kanalimizda bo'ladi.